Kolumbiyaga imkoniyatni boy berdik. Lekin o'zbekistonlik kichkinagina jajjigina bolajon ko'zida yoshlar bilan yig'lab qarshi olyapti mag'lubiyatimizni. Lekin uni ko'rgan kolumbiyalik muxlislarga, kolumbiyalik futbol sevarlarga biz tashakkurimizni izhor qilamiz. Chunki ular o'sha bolakayning yig'laganini ko'rib, hayajonlanib borib O'zbekiston, sen yutding deya unga dalda berishdi. Xo'sh do'stlar, respekt Kolumbiyaga ham va bugun oxirigacha kurashgan bizni o'zbek o'g'lonlarga ham biz mag'lub bo'lmadik. Biz shunchaki o'yinni boshlab oldik. Videoni ko'ring.